Demak bu to harfi, yana bir harfi o'tib qo'yamiz. Jim. J harfi ham qattiq, ya'ni shiddat sifatiga ega harflardan. Mahraji tilimizning o'rtasi yuqori tanglay bilan qattiq urilishi natijasida chiqadi. Unda sirg'aluvchi degan sifat yo'q, shuning uchun aj bu qolmaydi. Aj qalqala borligi uchun aj. Agar qalqalasiz talaffuz qilsak, aj havo to'la to'silishi kerak. Shu darajada qattiq tegish kerak tanglagimizga. Aj qalqala bilan chiqarsak, aj, j, ji. Bizning, ya'ni o'zbek tilidagi j dan sal orqaroqdan chiqadi. Bizdagi j tilimizning uchiga yaqinroq. J bo'lib qolish kerak emas. J emas, sal j orqaroqdan talaffuz qilish kerak. J, ji, ju. J, ji, ju emas. J, ji, ju ham emas. J, ji, ju. Jam, jar, jin, jab, jul. Lomni bayniyalarga e'tibor qaratamiz. Jul, jabal, jabala bo'lib lom qalqala bo'lib qolishligi kerak emas. Buni ta'kidlayotganimiz Fotha surasida ayrimlarda uchraydi. Alhamdu yoki robbil alamin bo'lib la qalqala bo'lib qolyapti. Shunga hozirdan tilimiz ko'nikishi kerak. Jabal, jabala emas. Jabal, jamal bayniya bo'lganligi uchun bir muddat tilimiz yoyilib turish kerak. Jamal ham emas. Jamal, ajru, ajru, jim qalqala. Shuning uchun aj qalqalasini yaxshi bildirish kerak. Ajru bo'lmaydi. Ajru, fajru, fajru, javhar. Jav bo'lib o'zbekcha o'qib qolmasligi kerak. Jav balki javhar. Roni yo'g'on qilaman deb ha ham yo'g'on bo'lib qolish ehtimoli bor. Shundan ehtiyot bo'lamiz. Javhar emas, javhar. Jawrob. Vovning bayni raxova sifatiga egaligini bildiramiz. Jawrob emas, jawrob. Baning qalqalasiga ham. Tajawroba, tajawroba. Yatajawrabu. Harakatlar ham mo'tadil bir mezonda ketish kerak. Yatajawrabu ham bo'lmaydi. Yatajawu. Unda ya'ni fathasi bilinmay qolgan bo'ladi. Xuddi yatajawrabu. Mana shunday talaffuz qilinadi. Istajlaba. Sinning raxova sifat bor. Istaj jimning qalqala sifatini bildiramiz. Istajlaba. Yastajlibu. Yastajlibu emas, yastajlibu. Ja, ji, ju, jam, jar, jin, jab, jul, jabal, jamal, ajru, fajru, jawhar, jawrab, tajawraba, yatajawrabu, istajlaba, yastajlibu. Demak, bugungi darsimiz mana shu. Bu yerdagi og'zimizga e'tibor beradigan bo'lsak, bir ikkita kalima chiqishi qiyinroq bo'lgan va noto'g'ri chiqishi ehtimol bo'lgan kalimalardan biri tuhru. Shuni ha ingichka bo'lganligi uchun, to va ro yo'g'on bo'lganligi uchun tuhru bo'lib tuh bo'lish ehtimoli bor. Tuh ha ham yo'g'on bo'lib qoladi. Shuning uchun toni yo'g'on qilib talaffuz qilgandan keyin ha da
ichkari ham og'zimiz ham sal yoyilishi kerak, ya'ni tarqiqlikni bildirish uchun. Tuhru emas, tuhru. Mana shunday talaffuz qilinadi. Yana biri mustatir. Buni yuqorida ham aytgan edik, yana takror bo'lishligi uchun mustatir bo'lib qoladi. Mus emas, mus yoki sinni mahrajiga yoyaman deb mustatir ham bo'lib qolish ehtimoli bor. Shuning uchun mu talaffuz qilib s ga qaytamiz. Mustatir, mustatir. Mana shunday talaffuz qilinadi. Jul da ham mana masalan jul bo'lib zammada qolib ketmasligi kerak labimiz. Jul emas, jul lada labimiz joyiga qaytishligi kerak bo'ladi.